Menda umid bo'lmagan, eshitish qobiliyati tiklanmaydi. Bugun sizlar bilan yana bitta ajoyib natija bilan bo'lishmoqchimiz. Bemorimiz taxminan 1 oy oldin operatsiya qilganmiz. Bir vaqtda o'zida septoplastika hamda chap tomonlama endaural timpanoplastika amaliyotini bajarganmiz va bugun sizlar bilan natijasini bo'lishmoqchimiz. Menda oldin quloqda yiring oqishi, yaxshi eshitmaslik, eshitish pastligi, burundan nafas olishga qiynalishim bo'lardi. Keyin bir necha doktorlarga ko'ringanman oldin, lekin menda umid bo'lmagan, eshitish qobiliyati tiklanmaydi deyishgandi, lekin bularni eshitganimdan keyin bitta dugonam tavsiya berdi va ular tavsiyasi bilan keldim. Quloqimni operatsiya qildilar, burunlarimni. Hozir rosa ham yaxshi, bulardan xursandman. Menga umid uyg'otdilar. Demak, eshitish qobiliyatini tiklash imkoni bor ekan. Hozir ancha o'zimni yaxshi his qilyapman. Hozir demak birinchi burunlarni ko'ramiz. Burun to'siqlari ham qiyshiqadi. Mana hozir ko'rsak bo'ladi, operatsiyadan keyin burun to'siqlari tekis holatga kelgan. Ikki tomonlama ham burun yo'llari ochilgan. Bunda ham yaxshi. Endi quloqlarni ko'ramiz. O'ng quloqlari Xudo xolasa 6 oydan keyin operatsiya bo'ladi. Bu yerda ham mezotimpanit bor. Biz chap quloq qilganmiz. Mana hozir ko'rsak bo'ladi, boya kirlarni tozalab tashladik. Mana quloq pardamizning chegaralari, quloq pardamiz to'liq yopilgan, teshiklari yo'q, yangi qon tomirlari ochish boshlagan. Va hozir audiometrik tahlillarni ham ko'rib chiqdik. Audiometriyada 49 desibel bo'lgan ekan, ya'ni ikkinchi daraja. Hozir 30 desibelgacha pasaygan, ya'ni eshitishlar tiklangan, birinchi darajaga, почти sog'lom holatga yaqinlashib qolgan.